Yo, okeylar, hammaga salom. Bugun sizlar bilan yana Zia Games. Faqat bu boshqa o'yin bo'ladi. FIFA Heroes, hamma bilgan o'sha FIFA Heroes'i biza tortib oldik. 1-2 kun o'ynab, biza o'zimizni o'yinimizni ko'tarib oldik. Biz jamoamizni ko'rsangiz bo'ladi. Hali hamma o'yinchilardan olganimiz yo'q. Lekin o'lishga harakat qilyapmiz. Biz o'yin o'ynab ko'tarilib olamiz. Ligaga kirishimiz mumkin ekan. 5 ta olmos berishdi bizga. 16.700 ta coinimiz bor. Bize yana mana shu pakni nima degan konteynerni ochib olamiz. Kim tushadi? Ko'ramiz. Ajoyib animatsiyada ishlab qo'yibdi FIFA Heroes. Goalkeeper Diego Costa mı? Portugaliyali Rui Patricio degan o'yinchi bizada va 200 ta coin berdi. Hop, yana bitta ochib olamiz, yana bitta ashtaqa konteynerdan. Hop. Shart video. Bitta o'yin o'ynab chiqib olamiz hozir sizlar bilan. Nimalar borligini ko'ramiz. Lamine Yamal, Dembele. Bizda anchagina o'yinchilar bor. Biz bitta o'yin o'ynay olamiz, birga bir. O'yinimizni boshlab olyapmiz. Hop, bizga qanaqa maydon tushar ekan? Albatta okeylar, konkurs qilmoqchimiz. Biza 100 ta podpishchik yiqqandan keyin albatta obuna qo'yingiz, sizlardan iltimos qilib so'rayman. Biza YouTube kanali shapkasida Telegram profilimiz bor. Shuni bossangiz biza yangi eng muhim xabarlar, konkurslar keyin bizada Telegramda aniqlab olamiz. Bizada to'playapti. Hozir boshqa o'yin o'ynay olamiz, okeylar. Liga o'yinini o'ynay olamiz. Bunda topish osonroq bo'ladi. Uzr so'rayman, vaqtingni olgan bo'lsam. Ajoyib tarkibda ekan player. Zia Games. Hop, boshlab olyapmiz. Ulardan ekan to'p. Shuncha zo'r o'rgan olmayman. Vay afsus. Bizga bitta gol o'tkazib bizga emoji ko'rsatmoqda. Okeylar, zo'r o'rgana olmadim. Lekin жесткий варатайgan. Vay, yana hisobni tenglashtirib oldik. Ajoyib save.
okeylar, mana ikkinchi golni urib oldik. Biz ham emoji ko'rsatmoqchi. Hop, Loki ikkita zarbani muallif, ikkita golni muallif desamiz to'g'ri bo'ladi. Ya, afsus akalar, 2-2 qoldi. Afamaysizlar, jazir o'rgan olganim yo'q. Afsus okalar, qoldik biza. Bizning urinimizga tushib ketmoqda. Storyga kirib ko'ramiz. Hop, buni ochsam bo'lar ekan. Yoki bitta ko'ramiz. Hop. Olishimiz kerak. Upgrade. Story o'tolamiz, nima olsamiz bo'ladi biza. Bu 8 ta almosimizga. Yana bitta FIFA Heroes o'yinchini ochib olsamiz bo'ladi. Afsus, zo'r o'yinchilar bermayapti. Tekinga bor ekan biza. Reklama ketmoqda hozircha. Hop. Tayyor. Qani. Ko'ramiz okalar, kim tushini. Voy, shars beryapti faqat. Upgrade bitta match o'ynab chiqamiz o'g'illar. Shu yerdan o'ynab chiqa olamiz okalar. Albatta Zia Games obuna qo'yinglar. Masshtabli roliklar chiqarishga harakat qilamiz. Biz hozirda prямой efir qilishimizga подписчик ozgina yetmayapti. Shuning uchun sizlardan iltimos qilib подписка bosib qo'yishni so'rab qolaman. Keyin videomizga like bosib tursangiz o'ta masshtabli roliklar chiqarishga harakat qilardim. Ajoyib gol okalar. Yana o'rganyapmiz. Sekin asta. Ketkazgan vaqtingizga rozi bo'lasizlar okalar. Boya sopernik tushunsa kerak. Bosh oldi va varatavona seyf okalar. Ajoyib seyf, afsus derdim. Lekin Patricio qutqarib oldi yana bizani. 3 goldan.
Yerden kasımda vay. Nasıl? Böyle koymayı. Oh, ajoyib şey Patricia'da. Va PP qarorlamoqda Patricia. Bizda bir hozircha hisob 5 sekund vaqtimiz qoldi. O'rishimiz kerak. Vay, pas o'tmayapti. Vay, okeylar. Vay, olmaganimiz golden bize. Vay, Joe Pedro qo'ydik. Vay, ajoyib gol va biza yutib chiqib ketmoqdamiz. Okeylar, albatta poddeshkada bo'lib turasizlar. Biza yutib oldik. Biza yana bitta match o'ynab qo'yamiz okeylar. Albatta o'tgan payshanba kuni biza open pack qila olmadik. Biza o'zini muammo bo'lgani sababli biza uncha open pack qila olmayapmiz. Albatta Zia Gamesga obuna qo'yinglar. Bundan ham masshtabli roliklar chiqarishga harakat qilamiz. Yaxshi o'yinchilar ham bor ekan. Hop. 120 sekund bizada mavjud. Boshlashi bilan qani o'tdi. Gol urdirmaslik harakat qilamiz. Yaxshi save. Ajoyib save. Loki PP Daryo professional. Afsus. Mag'lub bo'lamiz. Harakat ko'ramiz okeylar. Qozmaslikka albatta taktikalar o'ynaymiz, lekin ajoyib imkoniyat. Vay, ajoyib gol PP'dan. Emojilar ko'rsatib olamiz okeylar. PP uzun davrining eng zo'rlaridan biri bo'lgan. Vay, okeylar. Vay, bizden top yo'qolyapti. Top hozircha bizda lekin hop qo'yamiz. Lokidan pas. Keltiramiz. Hoppa. Ajoyib Loki. Wow, ajoyib gol. Biz ikkinchi golimizni urib olyapmiz.
Xo'p, biza yana emoji ko'rsatmoqdamiz. Okey, albatta Ziya Games obuna qo'yinglar hamda Telegramga. Xudo xohlasa 100 obunachidan keyin biza konkurs qilamiz. Ekstra timer o'tib ketmoqchi 2-2. Hop. Golden goal. Biza buni urishimiz kerak. Urolamiz. Zoro kela Pepe double muallifi. Ajoyib gol Pepe'dan. Mana okeylar. Biza 3-2 qilib comeback qilganmiz okeylar. Albatta Ziya Games obuna qo'yinglar. Bundan ham maktabni ro'yobga chiqarish harakat qilamiz. Hop, nima berdi ekan? Shart beribdi. Albatta Ziya Games obuna qo'yinglar. Vaqtini olganim uchun uzr so'rayman. Vaqtini uchun rozi bo'linglar okeylar. Albatta Telegram va YouTube kanalga obuna qo'yinglar. Sizlar bilan yana Ziya Games bo'ldi. Hammaga xayr jigarlar.